Bu diningiz qanday din bo'ldiki, u sabab ota-bobongiz dinidan kechibsiz va mening dinimga ham kirmabsiz. Jafar ibn Abu Talib oldinga chiqib shunday dedi: Ey podshoh, biz johiliyatda yashar edik. But sanamlarga sig'inardik. O'lim tiklarni ham yerdik, fahsh ishlar qilardik. Shunda Alloh bizga ichimizdan bir kishini payg'ambar qilib yubordi. U bizni yolg'iz Allohga ibodat qilishga, u zotga hech narsani sherik qilmaslikka, omonatni ado etishga buyurdi hamda fahsh ishlardan va yolg'on so'zdan qaytardi. Yana Najoshiyga islom asoslari, jumladan namoz, iffat, adolat va silai rahim haqida ma'lumot berdi. Payg'ambaringiz Parvardigordan olib kelgan biror narsa bilasanmi? Jafar ha bilaman dedi. Qani o'qib ber. Shunda Maryam surasining boshidan qiroat qilib berdi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Kaf, ha, yo, ayn, sod. Bu Robbingning bandasi Zakariyoga rahmati zikridir. U Robbiga maxfiy nido qilgan chog'ini esla. U: Ey Robbim, mening suyaklarim mo'rtlashdi. Boshga oq tutashdi. Ey Robbim, senga duo qilishla badbaxt bo'lmaganman.